alaykum aziz ujoy xohishsizlar bo'lgan aziz obunachilar. Mana bugun sizlarga xudo xolisa yana bir bor oldingi safar obzorini qilib o'tganmiz. Bu joyimiz xattasizlar Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Aranchi mahalla fuqarolar yig'ini Usmon Yusuf ko'chasi 117-118 xonadonimiz obzorini qilib o'tamiz. Aziz obunachilar, o'zingizlar ko'rasizlar, o'zingizlar baho berib, o'z yaqiningizga ulashib, ularni ham obuna bo'lishini so'rab, ularni ham uyli joyli yerli bo'lishiga sababchi bo'lishinglarni xohlab qolamiz. Xudo xolisa biz sizlarning duolarga muhtojmiz. Xudo xolisa mana aziz obunachilar, o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Oldingi safar bu uyimizni bitta dona uchastkamizni yer hisobida quruq yer uchastkamizni obzorini qilganmiz. Xudo xolisa hozir uni sherigini ham qo'shib billa ikkalasini orqaga bitta sotaman deyapti. Chunki talabgorlar bo'lgan ekan, shuni bir yana xalqqa yetkazing, kimlargadir ma'qul kelsa olishadi dedi. Mana xudo xolisa ham sabab bo'lamiz. Aziz obunachilar, o'zingizlar kuzatinglar, baho beringlar, o'z yaqininglarga jo'natib obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz obunachilar, bu joyimizni 42 sotiklik quruq yer hisobida sotilayotgan ikkita hujjatga ega bo'lgan yerimizni, uchastkamizni hammasi ikkalasini qo'shilgan holatida jami narxi $65,000 so'rayaptilar. Aziz obunachilar, o'shanda menimcha $1,600 sotiga bo'lyapti, adashmasam. O'zingizlar aloqaga chiqib, ulashib, o'zingizlar gaplashib, xudo xolisa kelib ko'rishinglar mumkin va kassasini tashlab berishadi. Mana aziz obunachilar, xudo xolisa boshlab mana ko'chalarimiz asfalt, mahalla o'zbek mahalla. Mana shu o'sha aytganimdek, bu hamma bu uchastka bitta odamniki bo'lgan, 1 gektardan ortiq joy bo'lgan. Bular Toshkent shahridan keyin mana ikkitalab xo'jalik bitta joy sotib olib, uy qurishyapti. Bu ham Toshkent shahrlik bitta odamniki, 60 sotikmi shunaqa ekan bularniki ham. Aziz obunachilar, mana shu zaborimiz Qumshuvoq joydan boshlanadi. Xudo xolisa buni oldingi safar obzorini qilganmiz, o'zingizlar ko'rgansizlar. Ikki xona uy joyi bilan, tualet, hojatxonasi bilan bor. Mana aziz obunachilar, kelinglar ko'ringlar. Bunisi sotilgan. Mana shu xudo xolisa, mana shu shuvoq joydan xudo xolisa aziz obunachilar, mana shu yashil darvozamiz chegarasidan mana bu yog'i xudo xolisa jami bo'lib 42 sotik. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani. Bu yerdan Qorasuv mebelchilar shahri ro'parasi 13 km, Qo'yliq bozori, Qo'yliq eski bozori 30 km. Fotsitiga 26 km. Xuddi mana shu joyimizda. Maktab, bog'cha, butun hamma sharoitlari yaxshi. Taksi xizmati, yo'llarimiz asfalt. Endi bu mahallaning oxiri, ko'chaning oxiri bo'lganlar ozgina joy qilinmay qolgan. Bo'ta shebin to'kib juda ham chiroyli qilib foydalansangiz bo'ladi. 42 sotikdan iborat aziz obunachilar. Bo'tdan xudo xolisa mana kelinglar, ko'ringlar, o'zingizlar. Uchastkamizni uzunligi 110 metr deyaptilar. 110 metr uzunligi. Eniga buni 17 metr deganda, aka o'zi 100 metr, 110 metr bo'lib yotibdi degan. Mana aziz obunachilar, yerimiz haydalgan, ekib foydalanib yurgan. Mana keling ko'rsating. Bu yog'ini ham aziz obunachilar, mana xat hujjati ikkita. Mana bu uyniki, mana bu hujjat. Narigi birinchisiniki mana bu ikkita hujjatga qilingan. Bunisi 25 sotikka hujjat qilingan. Narigisi 17 sotikga. Jami bo'lib 42 sotik. Xohlagan odam aka sotib olib, uy-joy qilib, bog' qilsa bo'ladi, xohlasa ferma qursa bo'ladi, xohlasa bu 42 sotikni bir 8 ta yo'l qoldirib, 8 ta uchastka qilib uy qurib sotsa ham bo'ladi. Aziz obunachilar, endi hammani o'ziga bog'liq. Qanaqa nima? Endi bu yoqqa hashay bosib qo'ygan ekanlar. Gipsokardonlar, patrullarga qoqib qo'yilgan. Gaz, suv, svet hamma narsa kirgan. Holatlari juda ham yaxshi aziz obunachilar. Yerimiz foydalanib ekib yurgan bu ukamni o'zi. Yerimiz juda ham yaxshi. Aziz obunachilar, yuringlar. Men sizlarga erinmasdan ko'rsataman, xudo xolisa. 42 sotikdan iborat aziz obunachilar. Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumani Aranchi mahalla fuqarolar yig'ini Usmon Yusuf ko'chasi 117-118 uylarimiz mana shu. Mana aziz obunachilar, mana shu zabor orqasidan yo'l kelgan. Xohlasanglar buni keling, mana ko'rsating. Mana mamlakatiga bu dala bilan bu yoq dala, narigi poyezd yo'li o'tgan, u asfalt yo'l. Yo'llarimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Asfalt Toshkent shahrigacha. Mana bu yonboshdan ham katta yo'l qilib, mamlakatiga ko'ndanaga uchastka tushirsangiz bo'ladi. Bir 8 ta uchastka tushadi, 5 sotikdan bo'lganda ham kamida. Yuring, mana ko'rsatinglar. Zabor yarimgacha o'ralgan. Aka pulim yetmay qolgan dedi. Bu yoqlarni polni
o'raganman, sotganman yog'ini dedi. Mana shu ikkita uchastka qoluvdi. Mana shuni bittasi sotmoqchiman, pul zarur deyapti. Oldingi safar hozir ham kelayotganda savdo qilishibdi. Savdosi bitmay qolibdi. Mana shu 25 sotini o'zini so'rashgan ekan, bermabdilar. Mana ham o'sha obzorimizdan keyin so'rashgan ekan, sal pulga kelisholmabdi. O'shanga aka ikkalasini bittasi sotaman deyaptilar. Aziz obunachilar, mana ko'ringlar. Yerimiz sariq turpoqdan sariq turpoq aralash, qora turpoq juda ham zo'r. Suv, gaz, svet, maktab, bog'cha hamma holatlari zo'r. Aziz obunachilar, bu yerda olib boqsanglar ham bo'ladi. Ferma qurib xohlagan tovuq ferma, mol ferma juda ham keng, juda ham bahavo, toza havo, ahil mahalla, hech kim birov mushigingizni pish demaydi, juda ham keng. Mana yonboshingiz dala, hamnaqasiga ko'cha qilib, bu yog'idan ham kirib keladigan, mana shu ko'chadan kirib keladigan yo'l qilib, ko'ndalangiga bo'lib, xohlagan uchastka uy-joy qilib yashasangiz bo'ladi, sotsangiz ham bo'ladi. 7-8 ta xonadon tushirsa bo'ladi bu yerdan, aziz obunachilar. Juda ham keng. Bu yerda o'zi hali Hojiboy rahmat aytgandek do'ppini otgan ekanlar. Aziz obunachilar, mana o'zingizlar ko'ringlar. Yerimiz juda ham katta. Ha, ko'rsating. Juda ham katta. 110 metr deyaptilar. Mana bu yerda ariqdan suv keladi. Bemalol yerni ekib foydalanib, dehqonchilik qilsangiz ham, teplitsa parnik xohlaganingizda, xohlasangiz ferma, mol ferma, tovuq ferma, xohlasangiz aytamanki bir 7-8 ta xonadon qilib, mana bunaqasiga yo'l tushirib, chiroyli qilib uy qurib, kottej sifat qilib qurib sotsangiz ham bo'ladi, hattoki. Aziz obunachilar, bu yerimiz hokimiyat mana shu xonadonimizdan yolg'on bo'lmasa 5 km hozir 6 kilometr yo 7 kilometr chiqmaydi. O'rtacha tuman hokimligi juda ham yaqin bu yerga. Qorasuv mebelchilar shahri 13 kilometr, Qo'yliq eski o'sha Qo'yliq dehqon bozorimiz roppa-rosa 30 kilometr mana shu xonadonimizdan. Mahallamiz o'zi bemahalla. Mana ko'rsating, juda ham keng. Hamma qo'shnilar ham teplitsa parnik qilishar ekan. Aziz obunachilar, bu yerda aslida chorvachilik bilan shug'ullanishadi, chorvachilik, dehqonchilik qilishadi. Mana shu ukam ham o'zi jo'xori ekib, mollariga boyasini yedirib, jo'xorisini yem qilib pishirib beradi. Ko'ringlar, ko'rsating yaxshilab, mana o'sha ro'parajda turgan o'sha 17 sotik deb qo'yganimiz birinchisi, bunisi ikkinchisi mana 25 sotik. Bu mamlakasiga qiya ekan, katta ekan. Yerlari unumdor, juda ham yaxshi. Aziz obunachilar, mana ko'ringlar o'zingizlar. Aziz obunachilar, mana sizlarga ulashdik borini. Xudo xolasa o'zingizlar ko'rib, o'z yaqininglar bilan ulashib, ularga ham uy-joyli bo'lsa, ular ham bir yaxshi, xudo xolasa xayrli ishlarga sababchi bo'ladigan bo'lsak, aziz obunachilar, ajabmas. Xudoyim biz sizlarning duolarga muhtojmiz. Xudo xolasa sizlarga sababchi bo'lishni xohlaymiz. Aziz obunachilar, o'z yaqininglar bilan ulashib, ularning uy-joyli bo'lishiga sabab bo'lasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishni nasib qilsin.